Tortib olishgan 61 mingdan taroziga. Xullas. Assalomu alaykum. Vodiydan Sado kanalini Habsaddiy obunachilari bugun shogirdga ustoz shunaqa bordir aka. Shogirdga ustoz video qilib beradigan bo'lyapti. Xudo xolasa, ukamiz ariga chaqilgan, ari chaqqan, kamiga yomg'irda sumalay boshlashibdi. Eng qizig'i. Shu yerdan sotilgan, sotilmaganlar narxlarini ukamiz uchun alohida qilib olib beraman. Yomg'ir yog'yapti. Telefon o'chib qolishi ham mumkin. Albatta bittadan like bosib, Qodirov TVdan salom deb qo'yasizlar. Hozir aka qulluq olsinmi? 15-8 ikki 15 million 800 ga ikkita xunajin mana. Yosh. Egizasi ham bo'lar ekan. Pashti bir xil ekan. Hop, bu yoqda yana chiqyapti. Qulluq olsinmi aka? Nech pul oldi? 17 million. Shvet xunajinimiz. Ha, aka qulluq olsinmi? Nech pul bo'ldi? 24 millionga. İşte bu kamera. Yosh, ashun yosh. Birdan oshiq bo'ladi. Xo'p, aka qulluq olsinmi? Nech pul oldi? Ha, shopir akalarimiz ketdi. Shopir aka ekan, taksi. Hozir ona bolasi bo'lsa bilib olamiz. Xo'p, yoshlar kelyapti, yoshlar. Akalar qulluq olsinmi? Nech puldan bo'lib ketdi? 11,5 Jupi. 11 million 500 dan mana. Nech pul bo'ldi aka? 85 bo'ldi aka. 8 million 500. Xunajin ekan bu. Xo'p, yomg'ir yog'yapti, ko'pillab. Xudo xolasa, yomg'ir bo'lishiga qaramasdan pullik bo'lsinmi ota? Nech pul bo'ldi? Nech pulga kirdi? 9 million 800 ga berilmabdi. Bermabdi. Kech qolibsiz bugun. O, ichkaridan chiqdim. Tashavardi bu. Gap yo'q. Charchamayapsizmi aka? Nima? Salomatlik joyidan bo'lyapti. Qodirov aka. Oh. Aka qulluq olsinmi? Nech pul? Sotilmadi. Aka nech pul bo'ldi? Qancha? 2 24 million, 2 kam, 200 kam. Ya'ni 28 million, 23 million 800 ikkita xunajin. Xo'p, yomg'ir tezlashib ketdi, qadrdonlar. Aka qulluq olsinmi? 17 million 500 ga 120 minus shunaqa bo'lib qoladi. Uka qulluq olsinmi? Hey, nech pul bo'ldi? Shopir. Qochyapti shu odamlar. Iloji yo'q, yomg'ir yog'ib tursa ketadi. Havzani ezib chiqqan so'raveramiz. Aka qulluq olsinmi? Qancha bo'ldi? 17 millionga mana buqalar. Xullas, o'zimizni joylari qo'ygan. 17 million. Bugun sal tashab bo'ldi deyapti, bilmadim endi. O'sha narxlar tushib qoldi ozgina deb aytib o'tishyapti akalar. Albatta, Vodiydan Sado kanalida alohida video chiqadi, Qodirov TV 2 da alohida video chiqadi. Albatta, bunga o'tib ko'rsanglar bo'laveradi. Aka qulluq olsinmi? Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 19 million 500 ga mana. Ketdi. Bu yerda yana bitta chiqib kelyapti. Akasi qulluq olsinmi? 22,5 bo'ldi. 22 million 500 ga mana. Chiqib qoladi bir 400 ga yaqin kelarlar chiqib qoladi. Xo'p, yoshlar kelyapti bu yerda. Qulluq olsinmi aka? Nech pul bo'ldi? 13 million. Qulluq olsinmi? Sotmadingizmi? Voy, yana bola sotildimi aka? Sotilmadi. Bo'ldi, nomerni qo'yib qo'yganman. Esli joyga chiqaverasizlar. Katta, kichik aralash, qurolash kelyapti mana, xudo xolasa. Aka qulluq olsinmi? Nech pul bo'ldi? 29 million. 500? 530 kilo chiqdi. 29 million. Hop, aka qulluq olsinmi? Qancha bo'ldi? So'ramabman-da. So'ramamasizda. Odamlar qochyapti. Aka qulluq olsinmi? Qancha bo'ldi? 2 oy 28 million mana do'stlar.
Yoshlar. Aka qulluq olsunmi? Qancha bo'ldi? 6 million bo'ldi. 6 millionga mana hunarchi yosh. Bu. Xo'p, qulab yurib olamiz. Assalomu alaykum. Zurata. Qulluq olsunmi aka? Nech pul bo'ldi? 15 million 500. 15 million 500. Yaxshi. O'ganga ham, sotganga ham baraka deydi. Qiziqarlar bo'lsa, yana bitta kanalimiz bor, Qodirov TV'ning o'zi, avtomobillar chiqadi, xabari yo'qlar uchun. Pullik olsunmi? Qancha? 10 akadiki. Qancha bo'ldi? 12 million 900 ga yosh buqa. 12 million 900. Oo, mana bo'ykasi kelyapti mana. Va bu bo'yka nech pul bo'pti? 28 yarimga sotdim. 28 million 500 mingga ham bor ekanlar. Chiqib qolsa kerak 500 tepasida. Ota qulluq olsunmi? Nech pul bo'ldi? 12 millionga buqacha. Zo'r. Hop, davom etamiz. Bu yerda pasrat yoshlar chiqyapti. Voy, qulluq bo'lsinmi akalar? Nech puldan bo'ldi jupi? 15 million 700. Xullas aralashiga 15 million 700. Aka taral qancha bo'ldi? Orqadagi 13 million 300. Akamiz shopir akalar. Turqovardi, oyoqdan sakrib cho'chib ketdi. Aka qulluq olsunmi? Nech pul? Sotilmadi. Buni olganmiz, adashmasam. Nomerlari bor, xudo xolasa. Qora nechpulotda kichkina. Sotilmabdi, ena bola ular. Nomerlar, yomg'ir yog'yapti, shuning uchun ketib boryapti odamlar. Sotdi, sotmadi. Ota qulluq olsunmi? Nech pul? 7 million 500 ga yosh munajim. Aka qulluq olsin. Nech pul bo'ldi? 11 million 300 ga buqacha mana. Bir chiqadi yo chiqmaydi. Hop, bu yerda olasi kelyapti. Aka qulluq olsunmi? Nech pul bo'ldi? 19 o bolasi bilanmi? 19 millionga mana buqa. Hosh. 19 millionga mana shu buqamiz bo'pti mana. Va buni orqasidan haydaysiz ekan. Orqasiga o'tasiz ekan buni. 19 million. Qancha bo'ldi aka? O, ikkovi bitta, ikkita buqa kelyapti. Aka qulluq olsa nech pul bo'ldi? Shopir akalar. Voy, qancha bo'pti aka? Shopir akalar. Yana bola nech pul bo'ldi aka? 26 million. Bolasi qo'ygan. Shoshilib qochyapti hamma, endi iloji yo'q. 26 million. Bolasi qocha. Aka qulluq olsunmi? Nech pul bo'ldi? 14 million 800. 14 million 800 ga mol bo'g'oz. 14 million 800. Aka bu qancha nech pul oldi? 13 millionga mana yosh ketdi. Yomg'ir yog'yapti mana, hamkasblar keldi, xudo xolasa mana yomg'irda yoqmasdan. Sir hozir gaplashamiz bu bilan. Qulluq olsunmi aka? Nech pul? 19 millionga ketdi mana. Yosh. Hozir gaplashamiz, bo'shab olaylik. Xudo xolasa. Qulluq olsunmi aka? 20 million. Ey, jupimi aka? 20 milliondan aka. Uchta ekan. Bittasi oldinroqda chiqib ketdi. Qaysi kanal? Chorva Life kanali obunachilariga Yangi. Qodidan Sado kanalidan salom, Qodirov TV 2dan ham salom. Sog' bo'lasizlar. Qancha bo'ldi aka? 25 million 500. O, shopir aka ekan. Qancha bo'ldi aka? 16 million 200 ga ketdi. Qulluq olsunmi? 10,5 bo'ldi. 10 million 500 ga munajim mana. Ketdi. Qodirov. Ikkisida chorvachiliklar. Xo'p. Ko'rdinglarmi? Hop, chiqib kelsanglar sat olib beramiz. Qo'y bozor ham qaynayapti.
Yo, bugun dami, xudo xolasa, ertaga mashina bozor. Qo'rg'on-tepadan chiqib, mashina bozorda. Pul olsinmi? Necha pul bo'ldi aka? 16 million. 16 million rovna. Mana do'stlar. Xullas. Nima deydi? Yomg'ir yog'yapti, narmandinglar, mana ko'rinayotgan bo'lsa. Alloh rahmat yog'yapti. Barakasi. Nima deydi? Pul olsinmi, tog'a? Nech pul? 17 million. Ikkovmi? 17 million 800. Ikkita xonajin mana. Ota qulluq olsinmi? Nech pul? 12 millionga bu qacha. Ho, bu nech pul bo'lib ketdi? Qulluq olsin. 74. Bu qachami? Bu qal. 74. 7 million 400. Aka yana bola sotildimi? Nech pul bo'ldi? Nega spet chopur akalar. Xullas. Boshladik. Davom etamiz aniqrog'i. 25 millionga chiqib ketdi. 25 million. 400 kilodan oshib bo'lsa kerak kilosi. Uka, sotdingmi bu? Nech pul? Ha, ota, nech pul bo'ldi aka? 23 millionga. 1.15 shunaqa 20 chiqib qoladi bular. 25 ham chiqsa kerak. Yomg'irda kela olmagan, uyda yotganlar uchun alohida video bo'lyapti. Xudo xolasa Qodirov TV 2 da ham chiqadi, boshqachasi chiqadi. Qulluq olsin? 9 million 300. Mana, buni. Zo'r. Xo'p. Aka sotildimi bu? Sotildimi? Qancha bo'ldi? 14. Bo'g'ozmi? 14 million 500 ga. Yosh qariroq ekan. Bilmadim, so'yib yuboramiz. Aka charchab qolmayapsizmi? Zo'r. Pullik olsinmi? Nech pul? 10 million 500. Qancha? Qancha ekan? 10 million 500 shved. Xolos. Davom etamiz. Ota qulluq olsinmi? Nech pul? 9 million 700. Qancha? 9 million 700. Xo'p, bu yerda yana chiqib kelyapti kattalar. Qulluq olsinmi? 28 million 500 ga. 140 chiqib qolsa kerak bo'lar ham, 500 tepasida. Sotildimi aka? Sotildimi? Qancha bo'ldi aka? 24 million 500 bo'libdi bu yerda. Bolasi Novvos. Mana, Xudo xolasa, qo'ldan kelganicha olib beraveramiz, baqirib chaqirib. Quloqiga yoqmaydiganlar yomon gapirish yo'q. Iloji boricha baqirib beryapmiz. Voy, ota qulluq olsinmi? Qancha? 23 millionga mana jipillagan unasi chiqib ketdi. Qancha bo'ldi aka? Voy, bilib qo'ymayapsiz. Ota sotildimi? Otaga sotildimi bu? Gap yo'q. Bilmaganlar bizni kanaldan bilib oladi. Qulluq olsinmi aka? Nech pul bo'ldi? Jupi. Chopir aka, so'rab qo'yinglar. Bunachi. Buni oldik, xudo xolasa. Ketdik. Oldi berdisini qilib jo'natib ketishyapti. Xo'p, buqalarda davom etamiz. Katta buqalar kelyapti mana. Qulluq olsinmi uka? Qulluq olsinmi? Nech pul? 25 millionga chiqib ketyapti mana. Xo'p, xunachilar qulluq olsin aka, nech puldan bo'ldi? 26. Jupo 26, 13 milliondan bo'ldi mana. Voy, tepishimga yo'q. Ola. Buqa. Aka, qulluq olsin qancha bo'ldi? 18 million 200 ga buqacha. Mana. Ketdi. Bu yemga tashlab qo'yadigan ekan. 18 million 200 ham bor. Hop, kelyapti yana, davom etamiz. Aka, qulluq olsinmi, nech pul bo'ldi? 20 million. Ikkovmi? Yo, mol o'zi. 20 million. Qancha bo'ldi aka? 18 million. Bu buqamiz 20 million 500 u. Jup qancha bo'ldi? Qulluq olsinmi ota? Qancha? 21,5 million. Ikkita yosh hisoblab qorasida, ikiga bo'lib qorasida, yoshlar.
Aka qulluq olsunmi? Necha pul bo'ldi? 10 million 600. Necha pul bo'ldi aka bu? 16 bo'ldi. 16 million. Bu oz emasmi? 5 oylik bo'lgan. 16 million. Bo'ldi. Ha, yomg'ir yog'yapti, mana Xudo xolasa maza qilib toza havoda syomkalar qilyapmiz Xudo xolasa. Qodirov TV2 da bu videolar chiqmaydi. Boshqa seriyasi chiqadi. Iloji boricha. Bunda boshqa, bunda boshqa. Sizdan like bosib qo'yinglar, jigarlar. Bir 500 ta komment, bir 1000 ta like qilib yuboraylik. Mana shu ukam sursam bo'lib qolsin. Qulluq olsunmi aka? Qancha bo'ldi? Bolasi qanasi? Novvos 33 million 500. Bolasi Novvos ekan mana, katta. Hop, qani? Buni so'rab qo'yamiz. Aka qulluq olsunmi? Necha pul bo'ldi? 14 million bo'ldi aka. Bo'g'ozmasa? 14 million qisir. Hop. 14 million. Qucha aka qancha bo'ldi? Qulluq olsun. 14 olib kelsin. 14 dedim orqadagini ham. Cho'ta shanba ham qoldik-da. Aka qulluq olsunmi? Qancha bo'ldi? 16 million 400 ga. Boqadigan buqa. Xo'p. Aka qulluq olsunmi? Hech pul. 2ta 27,5 ga. Bir xilmi? 27 million 500 ga 2 ta mana do'stlar. Zo'r. Xullas yomg'ir uyit boryapti endi Xudo xolasa. Qodirov TV 2 ga ham syomka qilaylik-a. Sog' bo'lasizlar.